Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya ve vaziyet hakkında size qacıyoruz. Bugün çislağı 2025 yıl 5. ayının 13. günü Seyşembe. Leksiya, Washington'dan sözleyimiz vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz nime destektiladığına? Bugünkü vaziyetimiz bunda. Hazır, bugünkü gün Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Donald Trump hazır Orta Şark'a ziyaretke yetip kelip tuncu bulup Saudi Arabistan'ı ziyaret kıldı. Ondan keyin Katar ve Arap Halkı Katarlık devletlerini ziyaret kılıp yaxşıyan andın Türkiye İstanbul'a yetip barıdı ve İstanbul'a yetip verip İstanbul'da ötküzülüdüğün Rusya-Ukrayna söhbeti 100 oturup söhbetleşidiğin söhbet. Yani Prezident Zelenski hem şundaklar. Rusya Prezidenti Vladimir Putin İstanbul'a yetip geldi. Hazır Qaraganda 3 devletinin prezidenti, 3 devletinin devlet başlıkları İstanbul'da cem boludu. Tema mavzu Rusya-Ukrayna uğraşı. Ahırlaştırış, uğraşın toxtuş, tinçliğe kelişimi imzalaş. Hazır bu doğruda haber tarqatqan torbetleri dünyanın zilzilge saladığan yana bir qatanlıq diplomatik hareket ya ki diplomatik faaliyet deb shunda atıdı vatandaş. Bundan keyin biz sizlarga endi qisqa xabarlar ustida to'xtalamiz. Qisqa xabarlar mundaq anglaysiz. Prezident Donald Trump muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Jungo ishni butunlay ichib etishga va'da berdi. Yani Jungo devletinin işkini, yani sadece ticaret işkini, enadaki o, muşundak ekibit işki verdi vergenliği için söz metbaat işkini, yani söz metbaat sahasını hemini ekibit işki tolok verdi. Barlık sada korgallarını bekar kılıdı Jungo. Buna haber kılgıcı video film işliğici organ noktada 5. ayın 12. günü yutup. Endi yana bir haber. Kısa haber vatandaş. Amerika Jungo hal kılgıç uruş kılışka tayyorlik kıldı. Atrapda kelişim imzalawatıdı. Mesela Şveysariyada. Hazır kelişim imzalandı. Bu kelişimden hem Amerika razı oldu, hazır haberlerde. Hem Jungo özü razı oldu. Razı oldu, kelişim imzalawatıdı. Hazır ikinci betten, tor betlerde tövendikide kısa haberler yetip geliwatıdı. Şunun birincisi, Amerika Jungo hal kılgıç uruş kılışka tayyorlik kıldı. Can algıcı Azrail'dek. Jungo'da işki kuraş ciddi özgürlük payda kıldı. Keler qatimda yüz bergan bu özgürlükni ko'rganlar danq etib qoladi. Amerika Jungo umumiy yuzlik hal qilg'uch urushga tayyorlandi. Amerika Jungo kelishim imzoladı. Bu kelishimni mutaxassislar toza ko'ngilli hisoblamadi. Umid sadasi 5. ayının 13. günü YouTube. Yana bir haber. Prezident Donald Trump zarb berdiğin kişi Xi Jinping. Çünkü Amerika tamoyda bece kelişimi Xi Jinping'e bir adam ve Xi Jinping'e bir aram eli biliş pürüstümü vermedi. Geçirenler. Xi Jinping'e bir aram eli biliş pürüstümü vermedi. 5. ayının 13. günü YouTube. Buna ne adres yazmadım ben. Film işli geçen adres yazmadım geçen. Xi Jinping'e aram elevleş polistin beğenmedi.
endilikte ciddi haber. Yani bir haber. Beysent, Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri naq maydonda Xi Jinpingga, ya'ni Jungoning Mao davlat ishlar vaziri iqtisodga mas'ul Xi Jinpingga mundaq dedi. Jungo Kompartiyasi agar Amerikaning talablariga ma'qul demaydi ekan, undaqda Prezident Donald Trump haftaning birinchi kuni Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatganligini e'lon qildi. Xi Jinping naq maydondan ayrilib, suhbat zalidan chiqib ketib, qarshilik bildirgan. Bo'lsa-mu, lekin yana darhol naq maydonga qaytib kelib, beshini egib turib, ma'qul, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari qo'ygan talabga ma'qul deb javob bermaydi ekansan, undaqda Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Donald Trump Tayvan bilan bo'lgan diplomatik munosabatni o'rnatdi. Shunga bu o'rinni tashlab chiqib ketdi. Jungoning vaziri Xi Jinping suhbat maydonini tashlab chiqib ketdi, lekin yana qaytib kirdi. Balki aloqalashdi Beijingda. Kirdi va beshini egib turib, ma'qul dedi. Lavrnes Twitter 5-ayning 13-kuni yutdi. Endi bir şeyni ikki xil tahlil qilaylik. Birinchisida ishni echib etishdi. Umumyuzlik ishni echib etish qo'shildi Beijingda. Bu ishni echib etish noqul holda iqtisod sohasida ishni echib etishga qaratilgan bo'lsa, iqtisod bu hodisa o'zi hargiz yagona hodisa emas ekanlar. İqtisod yagona hodisa emas. O jamiyatga munosabatlik nurg'un hodisalarga, saholarga berib ketiladi vatandaş. Haqiqiy ma'noda aytganda, ishni echib etish, ya'ni tunugin degandek bozorni echib etish, Jungoning bozorini echib etish, buning xalqliq tarafi avval matbuot yuzini echib etish, so'z va fikr erkinligini echib etish, söz matbuot erkinligini qo'yib o'tish. Shundoq asoslar ondan iqtisod taraqqiy qiladi. Yoki iqtisod taraqqiy qildirish bilan mashg'ul bo'lamiz desangiz, bu yerda iqtisodning taraqqiyoti uchun hammadan avval, hammadan zaruriy kerak bo'lgan narsa kuchor. Iqtisodiy ishlarga bog'liq kuchor. Bu kuchor matbuot orqali yetib keldi. Sen bugün internet tamları edip itib olsang, to'sib olsang, sen bugün gezi jurnallarını partiyanın organ gazeti, partiyanın organ jurnalı edip itib olsang, to'sib olsang, ya onun belgilengen adamlar yazgan makale haberlerini ilan kıldırıp başka garaz, yoki başka fikirdeki kişilerin makale, kalem tavırtı fikir yazıp ruhsat kılmasan, bir iqtisodni taraqqiy qildirman degan so'zning o'zi quruq bir so'z bo'ladi. Sen bugün Prezident Trumpga va yoki hozir Jenevada nima? Hozir Shveysariyada, Jenevada suhbat yig'ini o'tkazayotgan Amerika yoki oxirlashdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining vakili Moliya ministri Beysentdan degan gapiga javob berganda avval yo'q deb, keyin Tayvanning gapi chiqqanda yugurib chiqib, fikir elib qaytib kelib beshini egib turib, buning ma'qul deb javob bersang, buning o'zi rasmiyatchilik bo'lib qoladi yoki yaqimda aytgan vaqtida rahatsizlik bo'ldi. O'zing uchunmi, jamiyat dunyo uchunmi shunday bo'ldi. Haqiqiy masalaga haqiqiy muomala qilib, haqiqiy pozitsiyaga haqiqiy fikr qilsang, Jungo Kompartiyasi vaqti dunyo bilan so'zlashaysan. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan so'zlashaysan. Bugun endi va'dam bo'yicha ishni echib etish umumyuzlik. Bu deganni Prezident Donald Trump muxbirlarni kutib olishig'ida sening degan gapingni, ma'qul degan gapingni shu paytda butun dunyoga yetkazgan ekan, hatto Prezident Donald Trump o'zi yetkazgan ekan. Masalan, muhimlik darajasidan qaysi yerda ekanligini Jungo Kompartiyasi obdan bilib olaysan. Obdan bilib olaysan. Hozir men nima dedim? Tayvanni e'tirof qilaman agar ma'qul demasan, ma'qul desang marhamat. Mo'shu inchki bir so'z qarab turaman vatandosh.
Biz Lavriniz Efendi'nin gepi bilen Lavriniz Efendi'nin sözünü size yetkizip bugün yoki ata Lavriniz Efendi 5'i shundoq degan musha hafta Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanni e'tirof qildi, diplomatik munosabat o'rnatdi musha hafta degan edi. Keyin hafta oxirlashdi, shanba ketdi, yakshanba ketdi. Hatta en ahirisi, haftanın en ahir günü, yakshanba kuni shundoq e'tirof qildi degan edi. Bugun hozir seshanba bo'ldi. Bunun sebebi nima? Ojizlik tarafi qarang. Tayvan shundoq nozuk masalaki sen agar ma'qul demasan Tayvanni biz e'tirof qilamiz degan yerga yetganda xalifang hammaga ma'qul degandir. Endi bu yerda bir vaqt bor vatandosh. Bu vaqtni jungochi egallab turyapti. Bu vaqtni Amerika Qo'shma Shtatlari bo'yicha egallab turyapti. Prezident Donald Trump o'zining xizmat usuli bo'yicha egallab turyapti. Shunlashqa biz bu yerda Lavriniz Efendi sening degan gaping yolg'on bo'ldi-ku degan savolni qo'ymaymiz. Ham ta'ddi qilmaymiz. Sababi bu ishlar oddiy ishlar emas. İntayin murakkab ishlar. İki çoğ devlet, dünyadaki iki çoğ devlet o'rtasidagi ishlar. Vatandaşlar şuna bu meseleyi ilmi yolla muamele qilsak, Lavriniz Efendi'nin degan gapi to'g'ri. Bugun hozir Lavriniz Efendi bugun so'zlagan leksiyasi nima dedisiniz? Hozir anglab qo'yib qo'ydim. Oldimizda zo'r voqea bor. Vaqtni aytsam men sizlarga to'la aytdim. Endi bu vaqtni men sizga aytsam balki 8-oy. İhtimalli ichida 8-oy qo'ydim. O'tganda biz sizlarga nima degandik? Jungo uchun aytganda 8-oy xatarlik oy degan edik. Endi shungacha bo'lgan oraliqda 7-umumiy oy. 4-umumiy yig'in 8-oyda ochilishi mumkin dedik. Hozir tuniga yetib kelgan xabarda 4-umumiy yig'in 7-oyda ochiladi deydi. Mayli buni rost bo'lsin deyilib 7-oyda ochilsa o'tgan yil ochilgan 7-oyda 7-oyning 15-kun ochilgan 3-umumiy yig'in bu yil 7-oyning qaysi kuni hisob emas. 3-kuni deyilmabdi, shunga 7-oyda ochiladi deyildigan bo'lsa 8-oyda Jungo uchun intayin zo'r voqealar yuz beradigan oy bo'ladi deyildigan bo'lsa hozir 5-oyga 13 bugun endi buning boshlanmasi sifatida shu narsani aytib qo'shib mushadi oxirida so'zlaydi ekanman. Esimda tursin oxirida so'zlaydi ekanman. Deyildigan bo'lsa bugungi Jungo Amerika munosabati Janvada imzolangan kelishim hozir yoziq shakliga va hujjatlashtirish shakliga kirib keliblar. Buni ijro qildigan bo'lsa, masalan Jungo hukumati ishni ichib ma'qul degan bo'lsa, Jungo hukumati matbuotni qo'yib o'tishga ma'qul degan bo'lsa, undaq ahvol ostida gapimni xulosalay, eliqa dushanba diplomatik munosabat o'rnatdi, yakshanba diplomatik munosabat o'rnatdi degan Lavriniz Efendining so'zi to'g'ri bo'lib chiqdi. Chunki jiddiy paytda Tayvan degan ism chiqqanda Janvadagi Jungoning suhbat vakili jiddiylashib ketgan gap. Buni yani bir seleshtirib baksam vatandaşım 1945-yil 8-oyning 14-kuni Moskovada Jungo Sovet shartnomasi imzolangan birinchi qatam Gomindan Chankayshak bilan imzolangan shundoq vaqt ichida Chankayshakning yoki Gomindan diplomatlari Sungzibin hatta Jiang Zemin'in oğlu Jiang Jingo keyin Tayvanga prezident bo'ldi. Muşlarının hemisi Moskova'da. Stalin'in yanında vatandaş. Stalin'in işğanisinin etrafında diplomatik faaliyetle barab yürüyen vaxtlar. Şu vaxtıda Stalin bu şartlarını imzala şunda kaldırattı ki Jungo hükümeti bu şartlarını imza koşup petin almadı. Ben sizlere talay haber yetkizdim değil mi? Şu vaxtta Gomindan Chankayshak hükümetinin generali Xi için derhal imza koydu. Eğer derhal imza koymaydigan bo'lsam, Şinjan'dan ayrılıp kalısan, Uyguristan'dan ayrılıp kalısan dedi. Şunu bilan Jiang Zemin ma'qul dedi. Gomindan'ın Moskva turishliq boshlanishdan Sansanova nimasi Wang Shije deganga buyruq tushirdi. Wang Shije shartnoma imzo qo'ydi. Bugun qarang,
Agar siz Amerika qo'ygan talablarga ma'qul demaydigan, hozir ifoda bildirmaydigan bo'lsang, biz ati Tayvanni e'tirof qilamiz. O'xshamdiki vatandosh tarix voqea. Hozir bugun Xeyinchen oynuva Xilipen Jungo'ning vakili vazir Janvadi suhbatda Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Beysent Janvadi suhbatda o'ltadi shu orliqda shu momentga shu daqiqada yuz bergan voqealar mana shu. Shunlashqa yoki birinchi kuni diplomatik munosabat o'rnatamiz Tayvan bilan yoki 4-kuni diplomatik munosabat o'rnatamiz Tayvan bilan bu yana kayniga qoldirildi. Endi siz buni jarayonlashish va ziddiyatlashish yoki fikrlashish yoki talabda bo'lish va yoki qo'shilish yoki qo'shilmaslikdan iborat. Shu oddiy jarayonlarning ichidagi murakkablikning ichidan topsangiz, vaqtida navbatdagi Amerika Jungo munosabatining qaysi tarafga ketayotganligini bilib olasizlar vatandoshlar. Endi sizga yana bir qisqa xabarlar. Amerika harbiy qo'shinlari Sharqiy Janubiy Osiyoga to'plandi. Jungo Kompartiyasining qorinitiga bevosita qaratildi. Umid Sadosi TV 5-oyning 13-kuni yurdi. Yani bir xabar, ciddi xabar. Jungo Kompartiyasi qiltaqqa tushdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Tayvan diplomatik munosabat o'rnatishni avval Jungo Kompartiyasi ro'y jihatdan yetakchilik qildi. Tushundingizmi? Ama qo'shilib ketib qoldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatishdan avval Jungo Kompartiyasiga ro'y jihatdan yetakchilik qildi. Yoki ro'y jihatdan uni chidamliq bo'lishga va yoki tayyorlik qilishga Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Kompartiyasiga xizmat ishlaydi. O eltirabalik Jungochi xizmat ishlash emas bu. Harakat orqali, tashqi siyosat orqali, har kuni har xil yangi so'zlarni o'tirib qo'yish orqali Jungo Kompartiyasiga ro'y jihatda xizmat ishladi deydi. Yetakchilik qildi deydi. Bugun Prezident Donald Trump bilan Moliya ministri Beysent eg'ir gap qildi. Shveysariya suhbatida Prezident Trumpning mushu yil ichida Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatishining muqarrar bosqichi ekanligini aksattirdi. Demak, Shveysariyada esilayotgan suhbat, oyoqlashgan suhbat, natija qozondi degan suhbatning o'zini bir bosqich sifatida bu yil ichida Tayvanni e'tirof qilishning, Tayvan bilan diplomatik munosabat urishning bir bosqichi ekanligini aksattirdi. 5-oyning 13-kuni Lavrnes. Jungo Kompartiyasi hech qachon rost gap qilmaydi. Bu qatam rost gap qildi. Prezident Trump nayta qattiq muomala qildi. Allohzada bo'lib ketdik dedi. Demak, Prezident Trump Jungo'ga nayta qattiq muomala qildi. Endi biz Allohzada bo'lib ketdik dedi. Bu rostchilik bilan iqror qilish deb ataladi. Prezident Donald Trumpning xarakteri, uning siyosiy sohasida qo'llanishi, maydonidagi tavrimaslik, mushlarni hamizib aytganda, Prezident Donald Trumpning bu qatim Jungo'ga munosabat qilishi Jungo Kompartiyasining nazarida intayin qattiq muomala qildi deyildi vatandosh. Tanqid So'shavga 5-oyning 13-kuni yutib. Prezident Donald Trump o'tirishar qunuq bo'ldik. Endi yana bir xabar. Jungo Kompartiyasidan masala chiqdi. Aqsaray tarixiy xarakterlik g'albini muqimlashtirdi. Amerika taraf o'tirg'a qo'ygan talablarga Jungo tarafning umumyuzlik ma'qul deganligini Prezident Donald Trump o'zi tushuntirib o'tdi. Boshliqo o'zi tushuntirib o'tdi. Endi keyin berayotgan amdagi xizmat Janvadi Shveysariyada tuzilgan kelishimni yeziq shakliga keltirish, ya'ni hujjatga aylantirib ijro qilishlar qilib qoldi. Bugun tuzishtoq kelishimni sen ijro qilsam, men ijro qilman deb. To'ng
Ven şentor bite. 5. ayının 13. günü Jota.